Salom tinglovchim. Bugungi aytib bermoqchi bo'lgan voqeam g'alatiligi bilan meni lol qoldirdi. Bu voqea shunchalik g'ayrioddiyki, voqea asosida film ham suratga olingan. Luz va Pedro Cuevaslar AQShning Filadelfiya shtatidagi tumanlardan birida yashashardi. Luz 2 o'g'lidan so'ng uzoq kutgan qizalog'i Delimarni bir oylarcha oldin dunyoga keltirgandi. 1997-yil 15-dekabr kuni har doimgiday boshlandi. Tushlikdan so'ng Luz Delimarni 2-qavatdagi bolalar xonasida uxlatib, uy yumushlari bilan band edi. Eri Pedro bu vaqt hovlida uzoq qarindoshlaridan biri Carolyn Correaning mashinasini tuzatish bilan ovora edi. Shu onda Luz 2-qavatda kuchli bo'lmagan portlash eshitdi va qizining xonasidan chiqayotgan qalin tutunni ko'rdi. Shu ondayoq Luz 2-qavatga yugurib chiqdi. Biroq alanga kuch olib eshikni to'la qoplagan edi. Qancha harakat qilmasin, u alangadan o'ta olmasdi. Olov tezlik bilan boshqa xonalarga o'ta boshladi. Shuning uchun Luz 2 o'g'lini ko'tarib tashqariga yugurib chiqdi. U Delimarning derazasidan chiqayotgan alanga aralash tutunga qarab baqirar, dod solib yig'lardi. Eri Pedro bir necha marotaba olov bilan burkangan uyga kirishga urindi. Biroq endi kech edi. Olov butun uyni yashin tezligida qamrab olgandi. Biroz o'tib o't o'chiruvchilar yetib kelishdi. Ular olovni butkul o'chirgunlaricha yarim soatlarcha vaqt talab qilindi. Biroq o'chirilgan uydan kuldan boshqa hech narsa qolmagandi. Luzning faryodi butun ko'chani qamrab olgandi. Eri va qo'shnilar uni tinchlantirishga urinishar. U esa qizim xonada emasdi deb baqirardi. Hamma uning gaplaridan hayron edi. Biroq u tinmay men olov ortidan qizim yotgan belanchakka qaraganimda u belanchakda yo'q edi deb yig'lardi. Ko'pchilik Luz farzandini yo'qotganidan qattiq stress tufayli haqiqatni tan olmayotgandir deb xulosaga kelishdi. Biroq Luz qizining tirikligiga ishonar va hatto qiziga atalgan qabr marosimlarida qatnashmadi. Bir necha kun o'tgach, o't o'chiruvchi ekspertlar yong'in qizaloq yotgan xonada yoqilg'i isitish moslamasdan kelib chiqqanini va qizaloq ham yonib kul bo'lganini, uy taxtadan qurilgani bois jasad ham taxta kuli bilan qorishib ketganini aytishdi. O'z o'rnida Luz hech qanaqa jasad yo'qligini, qizi tirik ekanligini hammaga ta'kidlardi. Bora-bora Luzning gaplariga ahamiyat berishmay qo'yishdi. Luzning o'zi ham asta-sekin bu haqiqatga ko'nikishni boshlagandi. Oradan 6 yil o'tdi. Luz haligacha o'z haqiqatini ta'kidlar va bir kun albatta qizini topishiga ishonardi. 2004-yil 29-yanvar kuni Luz kichik o'g'lining sinfdoshi uyida katta tug'ilgan kun qilayotgani uchun u bilan qo'shni tumanga bayramga ketdi. Bayram odatdagidek kichik bolajonlar uchun qilingani uchun u yerda ko'p bolalar bor edi. Luz bolalarni birma-bir kuzatishni boshladi va beixtiyor o'ziga 2 tomchi suvdek o'xshaydigan qizaloqni ko'rib qoldi. U qizaloqni ancha kuzatib turib, hattoki kulishlarini o'zinikiga o'xshatdi. U lol edi. Luzning ko'zlariga yosh keldi. O'z farzandini tanigan edi. Luz qizaloqni yoniga sekin chaqirib, ismini so'radi. Qizaloq ismim Aliya dedi. Luz ko'zini uzmay unga qarardi. Qizaloqqa sochingga saqich yopishibdi deb bahona qilib, hech kimga bildirmay 2 tola sochidan oldi. Ertasi kuni yo'q, Luz shahar deputati va otasining tanishi bo'lgan Angel Cruzga murojaat qilib, DNK test o'tkazishga rozilik berishlarini iltimos qilib yig'ladi. Bu voqea g'ayrioddiy eshitilsa-da, Angel Cruz Luzga ishondi va politsiya xodimlariga DNK test o'tkazishlari uchun buyruq berdi. Ko'pchilikni hayratga solgan narsa shu bo'ldiki, onaning yuragi aldamas ekan. Test natijalari ijobiy chiqdi. Biroq endi politsiya boshqa narsaga qiziqayotgandi. 6 yil oldin o'ldiga chiqargan bu qizchani kim olib qochgan? Kim uni shu yoshgacha katta qilgan? Javoblar esa sizni hayratga soladi. Bu ayolning ismi Carolyn Correa edi. Ha, o'sha kuni Luzning eri Pedroga mashinasini tuzatish bahonasida kelgan.
Unga mashina orqasidan ertaga kelaman deb u bilan xayrlashib ketgan. Pedro mashina bilan band bo'lganini, Luz esa uy yumushlari bilan ovoraligini ko'rib, sekingina ikkinchi qavatga deraza orqali kirib, uxlab yotgan Dalimarni olib chiqib, isitish moslamasiga yoqilg'i quyib qochib ketgan. Shu onda Luzning gaplari haqiqat ekanligiga hech kimning shubhasi qolmadi. Yong'in chiqqan kun Luz aniq belanchakda Dalimarni yo'qligini ko'rishga ulgurgan, biroq unga hech kim ishonmadi. Karilinni o'ziga kelsak, u eri bilan ko'p yillar farzandli bo'lishga uringan. Oxirgi marta bolasini yo'qotganda unga pushtsizlik tashxisi qo'yilgan. Erini yo'qotmaslik uchun bolani yo'qotganini aytmay soxta qonun bilan yurgan va Luzning qizini ko'zini tagiga olib qo'ygan. Aslida ular Pedro bilan uzoq qarindosh bo'lishsa-da, Karilin faqat bir necha marta mashinasini tuzatish bahonasida Pedrolar uyiga kelgan. Boshqa payt esa ular boshqa tumanlarda yashashar va bordi-keldi qilishmagan. Nima bo'lishiga qaramay, Karilin Koreya hibsga olinib 30 yil qamoq jazosiga hukm qilindi. Dalimarga kelsak, u bilan uzoq muddat psixologlar ishlab, uni o'z onasi bag'riga qaytarib berishdi va u Luzni onasi sifatida tez qabul qildi. 2008-yil bu g'ayrioddiy voqea asosida Little Girl Lost nomli film chiqdi. Dalimar hozir 28 yoshda va endi uning o'z oilasi bor.